Assalomu alaykum, hurmatli Moto Savdo kanali obunachilari. Anchadan ba'zilarga yangilik taqdim qilganimiz yo'q edi. Mana, Xudo xolasa 300 kilolik modelimizda bir emas, ikki xil yangilik. Biri oddiy 300 kiloligimiz, ikkinchisi zontili 300 kiloligimiz. Kimga qaysi biri qulay bo'lsa, ikki xil variant mana farqlari bilan obzorlarini boshladik. Videoni boshida video uchun ajratgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa manfaatli narsaga vaqtlarini oldi degan umiddamiz. Bo'lmasa bir boshdan videomizni boshladik. Birinchi 300 kiloligimiz usti ochiq variantda esa ko'rishlar mumkin. Saka diskali bo'ladi. Old tormozlar jitkisli bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Oldida faralari, kattagina fara va yonida yana qo'shimcha yorituvchi faralar mavjud. Tablolari va mana bunday NFC kartalari ham mavjud. Kimga qaysi bir qulay bo'lsa, pult, kalit hamda NFC kalitidan bemalol skuterda yoqishlar mumkin. Audio sistemalar bilan jihozlangan. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, Bluetooth ham bor, radiosi ham bor, GTX tormozi, bako oynalari ko'rish mumkin. Qo'shimchasida nimasi bor deganlarga, kaskalari bor, zaryadniki, damkrat va mana shunday yomg'irga qarshi kiyadigan kiyimlari bilan jihozlangan. Skuterimizda 39 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Orqa o'rindig'i bemalol kishi harakatlana oladi va mana bunday eshiklari ochiladi. Ko'rish mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, qaysi holatda esa ma'qul bo'lsa va mana yukxonasi ham kattagina. Yana bir ajoyib joyi mana yukxona qilinganda ham pastda maxsus joy qoladi. Bemalol o'zining ehtiyojlariga qarab ishlatishlari mumkin. Orqadan ko'rinishi, hurmatli mijozlar, orqa faralari. Tormoz bosilganda mana bu stop chirog'i yonadi. Juda chiroyli ishlangan, sifatlari a'lo darajada. Balonlari 3.5 ga 12 qilib ishlangan, saka diskali, ruchnoy tormozlarda mavjud. Ko'rish mumkin. Cavallo brend ostida ishlab chiqariladi. Miga motorlari ekilgansa, miga motorlari 1000 vatli qilib ishlangan. O'rtacha bir quvvat bilan bemalol 60 km masofani bosib o'tishlari mumkin. Sifatlari ajoyib. Eng zo'r tarafi oldi amortizatorda mana shunday prujona bilan jihozlangan. Bu ham o'ziga yarasha yamalarda sizlarga ancha yengillik beradi va vilkalarda umrini uzoqroq xizmat qilishini ta'minlaydi. Juda chiroyli ishlangan. Bu modelimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $800. Vodiycha dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga kelishamiz. Mana endi navbat ikkinchi modelimizga ko'rishlar mumkin. Bu modelimiz ham sifat juda yaxshi. Turbo Max brend ostida ishlab chiqarilyapti. Oldida haqiqiy oyna, juda sifatli ishlangan. Dvorniklari mavjud, yonlarida bakoylari bor. Pavorotni chiroqlari, skuterimiz ochiq holatda. Ko'rish mumkin. Yonida faralari ham juda chiroyli yoritadi. Bu modeldan bu modelimizning farqi, diskasida farqi bor. Bu modelimizda diska sodda qilib aytganda qo'qon diska bilan jihozlangan. Sifatga lekin buni diskasi ancha baquvvat. Buni ham oldi vilkasida prujona bor. Bu ham xavfsizlik uchun ancha joyida ishlaydi. Audio sistema bilan jihozlangan, bu ham ko'rishingiz mumkin. Tablolari hamma ma'lumotni ko'rsatadi, tezlikni, qolgan zaryadda yurgan masofani ko'rsatadi. Oyna artkichi ham mana bu yerda knopka bilan boshqariladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda sifatli qilib ishlangan. Xo'p, skuterimizning komplektida hamma qo'shimchalari mavjud. Bakoylari, old orqa polilari, maxsus nimchalari, damkrat, balon kulishlari mavjud. Va mana bunday stakanchilar bilan jihozlangan. Bu modelimiz ham bemalol 300 kilo bilan harakatlana oladi. Bu modelimiz ham sidenasi taklanib, yukxona ham bo'ladi, ham o'rindiq ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda sifatli ishlangan. Orqa ko'rinishi deyarli model bir xil, faqat farqi tom qismida zonti bilan jihozlangan. Yana bitta qo'shimchasi, bu modelimizda akkumulyatorlar soni ko'proq. Ko'rishingiz mumkin. Bu modelimiz 39 li akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Zaryadnigini ham ko'rishingiz mumkin. 72 volt 39 amper. Bu modelimizga qaraganda zontili modelimizda ko'proq yurishlari mumkin. Chunki akkumulyatorlar soni 6 ta. Motor migalari bir xil, 1000 vatli motor bilan jihozlangan. Zontili modelimiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi $900. Vodiycha dastavkasi bilan birga qolgan viloyatlarga kelishgan holda qilib beramiz. Xo'p, nomer olishda qanaqadir muammolar bo'ladimi deganlarga, ya'ni o'zini birka nomerlari mavjud, ko'rishingiz mumkin. Har ikkala modelimiz ham birka nomerlari o'zida bor.
nomer olishda xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol o'zlaringizga, tumanlaringizga ega borsangiz, mana shu birka nomerlar bo'yicha nomerlar berishyapti. Shu birka nomerlar bo'yicha nomer olishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, yana ham to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda yozilgan nomerlarga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumotni beramiz. $800 oddiy variantimiz, $900 zontili variantimiz. Bemalol pastda yozilgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda garantiyalari bilan, dostavkalar bilan yetkazib beramiz, hurmatli mijozlar. Sizlarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Yangiliklar oldinda bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar degan umidamiz. Shuncha mehnatimiz va rag'bat uchun like knopkasini ham qizartirib qo'ysaling, juda xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana qo'shimcha hurmatli mijozlar, bu zontili modelimizda qora rangi sotuvda mavjud va mana bunday delfin rangi ham sotuvda mavjud va mokriy rangi 3 xil rangda sotuvda chiqqan. Bemalol kelib do'konlarimizdan xarid qilishingiz mumkin.